qisqacha qaytarib qo'yamizki, ana shu gunoh tufayli insonni boshiga keladigan 15 ta zararli holatni faqat unvonini, faqat bir qatorni aytib berib qo'yamiz. Gunoh sababli avvalambor Allohning g'azabi bor. Ikkinchidan, mu'minlar gunohni ko'p qilgan bandani karih ko'rishadi. Uchinchidan, gunohni ko'p qilgan kishi rizqidan mahrum bo'ladi. Rizqining barakotidan mahrum bo'ladi. To'rtinchidan, ilmdan mahrum bo'ladi. Beshinchidan, gunohni ko'p qilgan kishining boshiga balolar keladi. Chunki Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, insonning boshiga balo faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Boshimizga ne balo kun kelsa, albatta o'zimiz qilgan gunohlarimiz bunga sabab bo'ladi. Oltinchidan, Allohdan uzoq bo'lishlik. Gunohni ko'p qilgan kishining qalbi qatiydi, qalbi qorayadi. Gunohni ko'p qilgan kishini Alloh taolo o'zidan nari qiladi. Yettinchidan, odamlar orasida yashashga qaramasdan gunohni ko'p qilgan kishi o'zini yolg'iz his qiladi. Hukamolarning biri aytgandek, men qilgan gunohimni ta'sirini, xotinimning fe'li o'zgargani, bolamni itoatsizlik qilayotgani, ulovimni hadab fe'l qilayotganligida ko'raman deydi. Gunohni ko'p qilgan insonni o'zi odamlar orasida yashasa ham yolg'iz g'urbat yashashligi bor. 8-dan, qalbda va yuzda qarolik bo'ladi. 9-dan, Alloh taolaning itoatidan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam ertadan namozni boshlayman, Xudo xolasa deydi, ertamanga borguncha haligi himmati, shashti pasayib qoladi.